Mana amafos bu yerda o'g'itlash uchun. Mana bu karbamid barglarga kuch beradi. Ikkovini ishlatsangiz, hosil zo'r bo'ladi. Karbamid va ammofoz. Qaysi biri afzal? Qachon, qanday va qancha solish kerak? Assalomu alaykum aziz dehqonlar, fermerlar va agronom do'stlar. Bugun juda ko'p so'raladigan mavzuni gaplashamiz. Karbamid va ammofoz. Ko'pchilik shunday deydi. Men karbamid solsam bo'ladimi? Ammofoz shartmi? Yoki ammofoz solganman, karbamid ham kerakmi? Mana shu savollarga bugun oddiy tilda, lekin professional asosda javob beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz qaysi o'g'it nimaga ishlashini, qachon solish kerakligini, qanday xatolar hosilni kamaytirishini va ekinlarga mos sxemani bilib olasiz. Karbamid nima? Karbamid bu eng mashhur azotli o'g'itlardan biri. Uning asosiy kuchi shundaki, tarkibida 46% azot bor. Ya'ni, karbamid o'simlikka o'sish energiyasi beradigan o'g'it. Karbamid nima qiladi? Karbamid berilganda o'simlik tez bo'y cho'zadi, bargi ko'payadi, rangi. Ammofoz nima? Fosfor o'g'iti. Endi ammofozga o'tamiz. Ammofoz bu asosan fosforli o'g'it. Eng ko'p uchraydigan turi 12U52 yoki 11U52. Bu nimani anglatadi? 12% azot bor, 52% fosfor bor. P2O5 ko'rinishida. Ammofozning asosiy vazifasi ildizni kuchaytirish va o'simlikni boshlang'ich bosqichda tez oyoqqa turg'izish. Ammofoz nima beradi? Ildiz tizimi kuchli bo'ladi, nihol tez va bir tekis chiqadi, o'simlik sovuqqa va stressga chidamliroq bo'ladi. Kelajakda hosil bog'lanishi yaxshi bo'ladi. Ammofoz qachon eng foydali? Ekishdan oldin, ekish paytida, ko'chat niholda start uchun yaxshi ishlaydi. Ammofozni kech solsa nima bo'ladi? Fosfor ayniqsa sovuq tuproqda sekin harakat qiladi. Agar siz ammofozni kech, o'simlik katta bo'lib ketganda solsangiz, uning samarasi past bo'lishi mumkin. Shuning uchun ammofozni vaqtida berish juda muhim. Karbamid, azot. Karbamid solishning eng yaxshi paytlari. 4-6 barg bosqichi, o'simlik o'sishga kirib ketadigan payt. Gullashdan oldin hosil organlari shakllanadigan payt.